Assalomu alaykum, Islom Ustus kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar, yana bir fayzli xonadonimizga ikki arkali darvozamizni olib kelib o'rnatdik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videolarimizni ulashib qo'yasizlar. Darvozamizni sizlarga ma'lumot qilib beramiz. Endi darvozamizni razmerlari eniga 3.47, bo'yiga 3.5 metr, 1 kvadrat metri 900 ming so'mlik variantdagi darvoza. Ko'rib turibsizlar, xudo xolasa juda ham chiroyli chiqdi. Mokrasfal matviy kraskada sachilgan kraskalarimiz. Sizlarga ma'lumotlarni chiroyli qilib beramiz. Bemalol videoda oxirigacha ko'rib, kuzatib boraverasizlar. Darvozamizning materiallari aka-ukalar, stoykalarimiz 8x8 ikkilik stenka. Choklarni ham yopib berganmiz. Profillar 6x4. 1.5 stena, listlarimiz ikkilik bo'lgan. Shumkaga o'xshab chiqqan. Eshigimiz chap qo'lda chekkada ochiladi. Eshigimiz eni 75 sm. Mashina o'tadigan qismi shviller bo'lgan. 8 lik shvillerdan tepasi 8 ga to'g'ri profil, ikki yoni 8x8 profil, tagi 8 lik shviller bo'lgan. Profillarimiz общий, полный. Hop, 6 ga to'g'ri 1.5 qalinlikda bo'lgan. Listlarimiz ikkilik. 1.8 ikkilikdan tayyorlab beramiz aka-ukalar. Zakaz bo'yicha tayyor bo'ladi. Bizda xudo xolasa ishlar kraskalarimizga ham arenda beramiz. Kraskalarimiz ham quyoshda, yog'ingarchilikda o'zgarib ketmaydi. Devo, Hammer degan kraskalardan sachilgan. Banishni bizda bakalashkali kraskalar ishlatilmaydi, obunachilar. Mana bu akamiz ham obunachimiz. Shu yerlarda zakazlarni olib berib, o'sha qilib Bo'z tumaniga olib kelib o'rnatdik buni. Bu narigi mahal qo'shniga ham o'rnatganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli qilib xizmatlaringni qilib beramiz aka-ukalar, murojaat qilaverasizlar. Darvozamizni kraskasiga ham bitta baho berib qo'yinglar. Ana shu kraska holati, zamoklari zubr zamok. Orqa qismi ham sillab va chiroyli chiqqan. Orqadan alohida qutlab qo'yadigani bor. Mana orqa holatlari. Ana hurmatli obunachilar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Voha tomonlarga kelishlik holda tayyorlab beramiz. Bitta like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar.